Bugun Qo'rg'ontepa chorva bozori ishlaydi. To'g'risi, tashqarida ishlayaptimikin, ishlamayaptimikin dedimda odamlarning oyoq kiyimiga qaradim. Qarasam, juda toza emas. Shundan bilib oldimki, demak bugun bozor ishlayapti. Do'stlar, bozor har yakshanba ishlaydi. Kelaverasizlar mana. Tabiatga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana do'stlar, skuter deysizlarmi? Bunaqa arava deysizlarmi? Velosiped deysizlarmi? Hamma yo'q bor ekan. Qoyil qolish kerak. Hattoki mana darvozalar ham bor ekan. Ataylab shu bozor uchun bu darvozani yuklab kelishgan. Agarda kimga kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Eski tuski bozorlar ham bor ekan do'stlar. Vaqtinglarni bu bilan olmoqchi emasman, lekin qiziq bo'lgani uchun olyapman. Asosiy maqsadimiz hayvonlarning narxi bilan tanishish. Mana do'stlar, bugungi sana 26-iyul. Soat 8. Hayvonlar haligacha bozorga kirib kelishyapti. Demak, biz bozorga kech qolmadik. Bozorga bitta baho berib qo'yasizlar. Do'stlar, o'zi Anjomdagi eng katta bozor qaysi? Izohda yozaringlar. Keyingi safar ashirga boramiz. Olmaysizlar, to'g'ri. Qancha o'lchab? Kiyim dabdala bo'ldi. Iloji boricha eskiroq kiyimda kelish kerak. Do'stlar, qanaqa zotli bu? Shveti. Narxi qanaqa? Qayerda mol aka bu? Davda. Novoz qancha deyapsiz aka? 35 kam bor. Qayerda moli bu aka? Qo'rg'ontepaniki. Barakasi bersin. Nomer qoldira olasizmi aka? Nomer qoldira olasiz. Qoldirmaysiz? Aka, sementalmi bu qanaqa u? Zoti. Gibridmi? Do'stlar, mana kattaligi. Narxini qancha deyapsiz? Narxini qancha deyapsiz? 25 deyapti. Kami bor ekan. Hozirgi ko'rgan eng katta novosim shu bo'lyapti. Narxini hozir agarda egasi bo'lsa so'raymiz. Rosa so'yishdi yo'q qopchi shekilli menimcha. Rosa katta-yu. Egasi yo'q ekan. Sekin olib ketib qolsammikin? Voydod, vobshe katta-yu. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bu qanaqa zotli aka bu? So'rasizki shvet aka. Va, shvet aka. Qaranglar, meni bo'yim o'zi 1.90. Balandligini qaranglar. Hozir buni so'ygan holatda, to'g'rimi? Yo'q, zotga oladi, zotga oladi. Ha, zotgami? Oladi aka. Sizda shunaqa zotlilar bormi yana uyda yoki? Bor. Aka, nomeringizni qoldirsangiz, ja havasga boqasiz ekanda. Bo'ldi, gap yo'q aka. Barakasini bersin. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Voydod, buni qaranglar, qo'qitishini. Shohi bo'lmasa ham qo'qityapti-yu bu. Buni zot qanaqa aka? Germanskiy shvet bu, ha? 59 million 600 bo'ldimi? Sotildimi? Hoy, 59 million 600 ga sotilibdi. Va ikkosini bo'yi bir xil. Ammo qo'qityapti. Buni do'stlar, bu so'ygan olmaydigan zot olishga sotib olar ekan. Shunaqa zotga qiziqqanlar, undan oldingi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Akamiz o'zining fermasi bor ekan. Murojaat qilaverasizlar. Hozir otlar sotiladigan joyga ketyapmiz. Shvetmi bu qanaqa? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Aka, molni qancha deyapsiz? 40 million. 40 million.
Tug'ganmi, tug'maganmi? Qisir, nima? Qisirmi? Yo'q, qisir. 2 oylik umoni bor. Qisir nima degan o'zi? Bolasi yo'q degan. Bolasi yo'q degan. To'g'ri tug'magan, umuman tug'magan. Tug'magan. Kamini qilib berasizmi, uyingizga borib olishsa? Ha? Kamini qilib berasizmi? Misol uchun sotilmay qolsa, uyingizga borib olishsa, kamini qilib berasizmi? Qilib beramiz. Telefon nomeringiz ayting, xo'ja aka. O'zingiz uyda boqibsiz-a buni? Ha. Uyda boqibsiz-a buni? O'zim boqqanman. Qayerdiki bu? Shu yerdiki. Qo'rg'ontepa. Xo'javod bilan Qo'rg'ontepaning mollari ancha farqi bor ekan. Orqa tomonda go'nglar yo'q, chiroyli. Chiroyli boqilgan ekan. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Bu Qo'rg'ontepada molga yaxshi qarashadi, yaxshi e'tibor berishadi. Chunki asosan daromad manbai shu moldan, qora moldan boqib, misol uchun sigir bo'lsa, uni bolasini olib, ustidan tirikchilik qilishadi. Menimcha shu sababli molga yaxshi e'tibor qaratishadi. Bozorga bitta baho berib qo'yasizlar. Buyur. Hojaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Meni bolasiga qancha ekan ikkovsi aka? 36 million deyapman. 36 million ekan do'stlar. Aka Xo'jobod bilan Qo'rg'ontepami bu? Qo'rg'ontepa bilan 8 litrga beramiz. 8 litr. Birinchi bolasimi? Bolasi nima ekan do'stlar? Aytganimdek, Qo'rg'ontepa bilan Xo'jobod moli ancha farq qiladi-da aka. Qarang-da. Orqasi axlat emas, chiroyli boqilganda. Nimaga bunaqa aka? Bunda molni qaroviga qarabdi, Xo'jobod Qo'rg'ontepa farqi yo'q. Bunda qaroviga qarabdi. Qaroviga qarab, do'stlar, ko'ryapsizlar. Aka nomeringizni qoldirsangiz aloqaga chiqishardi-da. Ularni qo'yamiz. Nomer yo'q. Do'stlar kelaverasizlar. Bu birinchi bolasi deyapti, aldanayaptimi-ki nima deb o'ylaysizlar? Mena bola, nechinchi bolasi aka? 4-chi bolasi. Qanchaga baraka bo'ldi aka? 36 million. Do'stlar havas qilgan bo'lsanglar bitta like bosib qo'yinglar. Mana bu sementdan sigirga bitta baho berib qo'yinglar do'stlar. Boqishda o'zi bir amil-ma'mul bo'lsa kerak. Mana Messiga keldik, Messiga. Messi narxi qancha? Narxi qancha bo'ladi? 1.300 dan. Sizni uyingizda ko'p ekani hoji aka. Assalomu alaykum. Nomeringizni aytib bersangiz. 93lik 610 0074 7400. Messi de muxlislar bitta like bosib qo'yinglar. Qo'ydim. 4 million ikkitasini. Donasi 4 million. Do'stlar, hayvonlarning narxini tushirish uchun nima qilish kerak? Men shunga urinib ko'raman. Ya'ni yem arzon bo'lsa, molni, chorvani narxi tushadi. Buning uchun nima qilish kerak? Ekinlarni ko'paytirish kerak. Mana bu katta-katta fazo, samolar Xo'jaboddagi yerlarni sotib olgan. U yerga o'ziga kerakli o'sha xomashyo, ya'ni paxtalarni ekishadi. Undan qolgan payt u dalalar bo'sh qoladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Narxni tushirish uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Izohda yozib qoldiringlar. Bu yerda do'stlar savdolashishning aybi yo'q, hech qanaqa. Kerak bo'lsa bitta molga 1 soat, 2 soatlab savdo qilib yurishadi. O'sha savdogarlar. Hozir men tashqarida narxlamoqni surishtiraman, chunki tapichkada kelyapman. Oyog'im shilinib ketdi. 7300. Haydashib bering aka. Yomon yurish qiyin ekan. Qancha bo'ldi aka? 12,5. Nima qilasiz endi buni? Zotga olasizmi, oldingizmi yo qo'yaverasizmi? Qo'yamiz. Mana yana bola 6,5 millionga baraka bu. Hayvon olishingiz kerakmi? Uyingizdan chiqish shart emas. Biz siz o'rningizga bozorga chiqamiz. Sotishim kerak deysizmi? Uyingizdan chiqish shart emas. Biz siz oldingizga boramiz.